Yangi O'zbekistonda energetika sohasini rivojlantirish, tizimni modernizatsiya qilish va malakali kadrlar tayyorlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida tajribali ustozlar va yosh mutaxassislar o'rtasidagi muloqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Farg'ona issiqlik elektr markazida bo'lib o'tgan 3 avlod uchrashuvi ham ana shunday samimiy va mazmunli uchrashuvlardan biri bo'ldi. Unda faxriy energetiklar prezidentimiz tomonidan sohada yaratilayotgan imkoniyatlar, amalga oshirilayotgan islohotlar hamda kasbga sadoqat haqida yoshlar bilan fikr almashdilar. Tadbirda ko'p yillik mehnat faoliyati davomida energetika sohasida samarali xizmat qilgan faxriylar, korxona rahbariyati hamda yosh mutaxassislar ishtirok etdi. Yig'ilish avvalida faxriy mehmonlar korxonada amalga oshirilayotgan ishlar, ishlab chiqarish quvvatlari va mehnat jamoalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Bugun mana Farg'ona issiqlik elektr markazida 3 avlod uchrashuvi bo'ldi. Faxriylarimiz kasb asrorlarini aytib berishdi. Xursandmiz, mana bugungi kunda qattan ham energetika tizimida katta islohotlar bo'layapti. Shundan so'ng tashkil etilgan 3 avlod uchrashuvida faxriylar o'zlarining boy hayotiy va kasbiy tajribalarini yosh mutaxassislar bilan o'rtoqlashib, ustoz-shogird an'analari davom ettirish, kasbga sadoqat va vatanparvarlik fazilatlari haqida samimiy fikr almashdilar. Farg'ona elektr stansiyasiga 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mehnat faxriylari bilan ko'rishdik. O'zimizga kerak bo'lgan savollar bo'yicha bilimlar oldik. Uzoq muddat ishlash sirini o'rgandik. Ustozlar bilan savol-javoblar bo'ldi. Oldin biz kirgan paytimiz ishlarimizda imkoniyati cheklangan bo'lib, hozirgi paytda bu energetika sohasini hurmatli prezidentimiz imkoniyatni yaxshi yaratyapti. Hamma joyda zo'r oyliklar berilyapti. Shu Farg'ona issiqlik elektr markazida ham bo'lsa, yo Navoiyda, yo Qoraqalpoqda bo'lsa, imkoniyatlar juda yaxshi. Hamma joyda bir xil tajriba almashgan yoshlarimiz har qaysi davlatlarga boryapti, ishlab kelyapti. Keyin juda hozirgi yaxshi mazza qilib ishlaydigan payt bo'lyapti. Hozirgi paytda energetika va nimasida tizimida mazza qilib ishlaydigan orzular bo'lyapti. Mazza qilib ishlash kerak. O'ynab kelib ishlab, mazza qilib bochaqani boqib, oilalarda yaxshi oylik yurish kerak. Shuningdek, faxriylar kengashining 2026-yil 2-choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot tinglanib, kelgusidagi ustuvor vazifalar hamda faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Bunday uchrashuvlar avlodlar o'rtasidagi uzviy hamkorlikni mustahkamlash, korporativ qadriyatlarni rivojlantirish hamda boy tajriba va bilimlarni yosh avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bahodir Maqsudov, Abdurahmon Rashidov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.